Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga tushuntirib beradigan mavzuim bu Fibonacci instrumenti bo'ladi. Ko'pchilik Fibonacci strategiya deb eshitgan yoki Fibo deb eshitgan. Aslida bu Fibonacci instrumenti bo'ladi. Fibonacci o'zi aslida instrument bo'lib, u instrument yordamida juda ko'plab strategiyalar paydo bo'lgan. Hozir biz sizlar bilan Fibonacci'ni bazaviy nastroykada o'rganamiz, ya'ni birinchi va oddiy holatini ko'rib chiqamiz va undan keyingi darslarimizda Fibonacci yordamida boshqa strategiyalarni o'rgataman. Fibonacci'ning o'zi asosiy vazifasi откатывай va разворотный zonani ko'rsatib beruvchi instrument hisoblanadi. Hozir men sizlarga grafikda Fibonacci'ni to'liqroq tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda Fibonacci instrumenti bizda instrumentlar qatorida 3-qatorda joylashgan Fibonacci bo'limi. Birinchisi o'sha bizda asosiy Fibonacci anaqasi hisoblanadi, instrument hisoblanadi. Korreksiya va Fibonacci. Buni ko'rishingiz mumkin. Hozir boshqacha nastroyka turibdi, lekin buni nastroykasini hozir biz bazaviy qilib olishimiz uchun o'rtasiga bitta bosib, mana nastroykada pastda shablon degan joyi bor. Shu yerda strelkani bosib, применить по умолчанию degan joyi bor. O'shandan qo'yib olamiz bazaviysiga. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda har xil raqamlar, ya'ni tushunmagan odamlar uchun har xil raqamlar turibdi. Buni har bittasi уровень deyiladi. Ko'rishingiz mumkin 0, 0382, 0618, 1 va qolganlari. Endi hop ko'rishingiz mumkin, mana shu bizda Fibonacci'ning bazaviy ko'rinishi hisoblanadi. Endi buni qanaqa ishlatamiz? Hop, aytib o'tganimdek, Fibonacci'ning asosiy vazifasi bizda razvorot va откатni ko'rsatib beruvchi instrument hisoblanadi. Mana misol uchun bizda hozir uptrend holati va bu yoqdan hozir chizaman downtrend holati. Hop, endi ko'rishingiz mumkin, hozir bizda uptrend holati. Fibonacci'ni o'zi qanaqa ishlatamiz? Biz Fibonacci ishlatishimiz uchun birinchi o'rinda bizga minimum va maksimum kerak bo'ladi. Ya'ni mana bizda bu minimum nuqta va maksimum nuqta. Endi uptrend holatida biz Fibonacci'ni minimumdan maksimumga tortamiz. Maksimumga tortganimizda ko'rishingiz mumkin 0786, 0618, 05, 0382 va 0236. Hop, bu zonalarda endi qaranglar. Ko'rishingiz mumkin, bizda 5 ta kirish nuqta bor, ya'ni kirish zonasi. Endi bizda bu yoqda hammasini ishlata olmaymiz. Sababi bozor qaysidir payt bu nuqtadan razvorot olib ketadi, qaysidir payt bu nuqtadan razvorot olib ketadi. Shuning uchun Fibonacci'ni asosiy o'zining kuchli zonasi bor. Albatta qolgan zonalari ham yaxshi ishlab beradi, ishlab beradigan holatlar bo'ladi. No kuchliroq zona bizda eslab qolinglar, har doim 05 va 0618 hisoblanadi. Mana bu orallig'i, ya'ni 05 va 0618 orallig'i bizda kuchli zona hisoblanadi. Ya'ni bozor juda ko'p holatlarda 80-85% holatda 05 va 0618 zonagacha atkat berib, shu zonada razvorot qiladi. Shuni eslab qolishinglarni maslahat beraman. 0236, 0382, 0786 lar ham ishlab beradigan zona hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, ko'proq holatda mana shu zonamizdan bizda reaksiya oladi. Xo'p akalar, kirish nuqtani qanaqa topish o'rgandik. Endi hozir men sizlarga stop loss va take profit zonani qanaqa aniqlash tushuntirib beraman. Hop, 05 va 0618 dan kirish qilgan bo'lsak, bizning stop lossimiz 0786 zonada bo'ladi. Take profitimiz bo'lsa 0 nuqtada bo'ladi. Hop, hozir biz sizlar bilan uptrend holatini polniy gaplashib o'tdik. Ya'ni qanaqa kirish nuqta olish, Fibonacci'ni qanaqa tortish, stop loss take profit zonalari. Endi xuddi shu holatda, ya'ni men sizlarga downtrend holatida tushuntirib beraman. Hop, downtrend holatida bizda Fibonacci navbarotiga tortiladi. Ya'ni hozir uptrend holatda biz minimumdan maksimumga tortgan bo'lsak, downtrend holatida maksimumdan minimumga tortamiz. Hop, akalar, mana bizda maksimum va minimum nuqtamiz. Fibonacci'ni olamiz, maksimumdan minimumga tortiladi. Maksimumdan minimumga tortganda bizda kirish nuqtamiz o'sha boshida aytib o'tganimdek, kuchli zonamiz 0618 va 05 bo'ladi. 0618 va 05 oralig'ida biz kirish nuqta qilgan bo'lsak, stop lossimiz xuddi buy holatiga o'xshab 0786 da stop loss va 0 уровенida bizda take profit bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, stop loss, take profit, kirish nuqta hamma joy aniq. Endi akalar, hozir men sizlarga polniy tushuntirib berdim uptrend, downtrend holatlarini, xuddi shu holatlarni endi real bozorda sinab ko'ramiz. Xo'p akalar, mana hozir HUSD, ya'ni tilla grafikidamiz 15 minutlik time frame holatida. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda bizda minimum holati va maksimum holati. Uptrend holatida bizda Fibonacci minimumdan maksimumga tortiladi. Mana minimumdan maksimumga tortganimizda ko'rishingiz mumkin, 05 va 0618 oralig'ida biz olamiz kuchli zona sifatida. Va mana
05 va 0618 zonasiga kirib kelib bozor reaksiya bergan. Reaksiya bergandan keyin hozir yurib berganini ko'ramiz. Bu yoqdan bizda kirish nuqta bo'lgan bo'lsa, 05 va 0618 oralig'idan bizga kirish nuqta qilgan bo'lsak, bizning stop loss zonamiz 0786 dan bo'ladi va take profitimiz 0 уровенida bo'ladi. Endi ko'rishingiz mumkin necha pips yurib bergan. 3957 dan kirish nuqta qilgan bo'lsak, 3987 gacha, ya'ni 3957 dan 3987 gacha bozor 300 pips yurib bergan. Xo'p, sizlar bilan hozir uptrend holatida Fibonacci'ni buyga qanaqa ishlatish ko'rib chiqdik. Endi downtrend holatida bitta ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqda bizda downtrend holati kuzatilyapti. Endi downtrendda Fibonacci ishlatish uchun bizga maksimum, minimum qismlarini aniqlab olamiz. Uptrendda biz Fibonacci'ni minimumdan maksimumga tortgan bo'lsak, downtrendda xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ya'ni maksimumdan minimumga Fibonacci'ni tortamiz. Mana maksimumdan minimumga Fibonacci tortganimizda bizda 0618 va 05 zonasi kuchli zona hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. 0618 va 05 bizda kirish nuqta bo'lgan bo'lsa, 0786 ga biz stop lossimizni qo'yamiz va take profit nuqtamiz 0 уровенida bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bozor zonamizga kirib kelgan va zonamizga kirgandan sellga take profitimizgacha ko'rishingiz mumkin 460 pips yurib bergan. Mana akalar, hozir sizlar bilan Fibonacci instrumentini o'rgandik. Ya'ni buy sell holatlariga qanaqa ishlatishni, kirish nuqta qanaqa qilamiz, uptrend, downtrend holatda qaysi payt qanaqa tortamiz, stop loss, take profit nuqta hammasini o'rgandik. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda xudo xolasa bundan ham kuchli narsalar o'rgatishga xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Hammaga kattakon rahmat e'tibor uchun.